Melike Ziba Çehri. Ötken zamanda, yaqin tamanda bir padişah ötken bulup, onun eti azade mehri ekan. Onun leşkerleri sanaqsız, g'azinisi hesapsız ve şöhreti alemge pur ketgan ekan. Spagerlikda, qilichvozlik, o'q etish, nayzivozlik, ot chepishda uning tangdishi yo'q ekan. Bu padişahlıqda Sərvi Abad degan bir bog', Xayri Abad degan bir imorat bor ekan. Bir kuni o'rda ahli Xayri Abadda Erkan davlat va ahyona saltanatlari bilan oliy bazma qurib o'ltirishganda, davlat xodimlari o'rnidan turib padişahga mundoq debdi: "Ey ulug' shohim, jahonga panohsan, umr iqboling parlaq bo'lg'ay. Bu bog'u bo'stonga, bo'libmi ushbu Xayri Abadga bir donishmand, husn latofatda yagona malika davron bo'lsa yaxshi bo'ladi." Bularning tashabbuslari ozoda mehriga ma'qul kepti. Ular kengashib bu yaxshi ishga qadam qo'yibdi. Har tarafdan, har qaysi mamlakatlardan surishta qilishibdi. Kunlar, oylar o'tib, oxir bir kun Jamshid avlodidan bo'lgan Ziba Chehri degan bir go'zal malika bor ekan. Odam nasli ichida uning bilan barobar keladigan go'zal bo'lmag'ay degan xabar kepti. Ozoda mehri bu xabarni anglagandan keyin ashu qizga ixtiyorsiz g'oyibona ishtiyoq bog'lab, ko'p hadiya, sovg'alar bilan elchi avatibdi. Ular berib ko'ribdiki, Ziba Chehrining go'zalligi xabarchilarning aytganidanmi ortiq ekan. Qizning ota-onasi elchilarning talbini noiloj qabul qilibdi. Chunki Ziba Chehrni o'z roziligi bilan bermasa, zo'rlik bilan ilib ketishni biladi ekan. Elchilar xursand bo'lgan holda qaytib kelib, padişahga qutlug' xabarni yetkazibdi. Padişah o'z hukmidagi cho'ng kichik amaldorlarga bu izhor qilib, to'y tayyorligiga kirishibdi. Katta to'y ma'raka o'tkazilib, oxir padişah ozoda mehri yaxshi soatda Ziba Chehrni o'z nikohiga olibdi. U Sərvi Abad va Xayr Abadni Malika Ziba Chehriga taqdim qilibdi. Ular bir mezgil xushal xo'ramlik bilan kun o'tkazibdi. Padişah ha desa shikarga chiqib, sahro saylisi qildigan. Kechalari Sərvi Abadga berib, Xayri Abad ichida Malika Ziba Chehri bilan suhbat qurdigan. Shundoq aysh ishrat bilan xili kunlar o'tibdi. Padişah ozoda mehri Palak gardishning aylanishidan, olam xalqining ahvolidan bexabar qolibdi. Bir kuni padişah Xayri Abadda Malika Ziba Chehri bilan bazmi qurib o'ltirganda, osmonda bir to'p g'oz paydo bo'ldi. Padişah maslikda o'rnidan turib, g'ozlarga qaratib, o'qyasidan 3 tal o'q uzibdi. Ajli yetgan 3 g'oz orqa-orqadan yerga tushibdi. Shohning mag'rurligi texmi eshibdi. Xizmatchilar g'ozlarni ilib, paylarini yulib, tozlab, turli dori-darmonlar bilan kavob qilib, 3 tovoqqa silib, shohning oldiga keltiribdi. Dasturxon ahli g'oz kavopini ishtiyoq bilan yebdi. Padişah texmi mag'rurlanib, terisiga patmay qapti. "Hey malikam", debdi padişah Ziba Chehriga. "Bu obro'y sana kifoya. Agar biror kasbga tekkan bo'lsang, sana buncha davlat bo'lmagan bo'ladi." Padişahning so'zi Malika Ziba Chehriga yoqmabdi. "Har kimning uyida qalbi pok ayol bo'lsa", debdi Malika padişahga. "Uning qadimining barkitidan shu uyda o'qning biri 9ga tegsa ajab emas. Birovning nafsida, yana birovning qadimida yoki qo'lida sharofat ko'pdir."
Buni anglab Şah Azoda Mehrning ko'zlari parqirab ketibdi. "Ey, uzun chochliq inson", debdi podshoh. "Bu so'zlaringdan ma'lum bo'ldiki, sening qadamingning barkatidan mening 3 o'qim 3 g'azga tekkan ekan-da. Agar bu ish sening sababingdan menga yetgan bo'lsa, bo'ldi. Men bu davlatdan bezor. Endi seni nikohimdan chiqardim." Podshoh xotinini taloq qilgandan keyin xizmatchilariga: "Bu beadabni qo'g'lab chiqaringlar. Nega borsa, shu yerga borsin", deb buyuribdi. Malika Ziba chehra darhol o'rnidan turib, yuziga chun pardasini tortib, sirtqa qadam qo'yibdi va orqasiga burilib: "Ey podshoh, sendan judo bo'lsam o'lmasman. Yaratquchi yana nikoh va rizq nesiva ato qiladi. Yodingda bo'lsinki, 2 pulga almas o'tinchining nikohiga kirsammu, Tangrining shafoatidan uni sendinmi oliy martabalik, saltanatlik podshoh qila olayman", debdi. Malika Xayriobod darvosidan chiqib, tavakkul kamirini belga bog'lab, yo'lga ravon bo'pti. O'zini pok, pinhon saqlaganligi uchun hech yerni ko'rmagan ekan. Shundaqdimi olg'a qarab ketaveribdi. Xayrioboddan chiqqan bir yo'l sahro tarafga bordikan. U shu yo'lga tushibdi. Yo'lda uningga bir kishi uchrabdi. Malika qarsa, o'zi aytgan kambag'aldanmi battar bir kishi ekan. Qo'lida bir eski o'rg'oq, 9 yerda uliqi bor bir arg'amchidan boshqa hech narsa ko'rinmabdi. Malika boshdan oyoq qarab, balkim bu viloyatda buningdimi tuvan turadigan kishi bo'lmasa kerak, deb o'ylabdi. Bu odam haqiqatan o'tinchilikdan boshqa hunari yo'q, nihoyatda nomrod kishi ekan. Har kunligi jangalga berib, dumbisida o'tin yudib, bozorga opirib setib, pulga un oladigan. Unni quruq suvga umashchilib yeydigan. Faqat yog' go'sht ishlatmaydigan. Uning bir xotini va 2 bolasi bor ekan. Malika Ziba o'tinchi kishiga adab bilan salom beribdi. O'tinchi javob salomdan keyin Malikaning bosh oyoqiga bir qaraytibdi-da, hayron qopdi. Ko'zni uvlab, yo'g'on ichib, yana qarabdi. "Hay kishi", debdi Malika. "Etingiz nima? Qaysi shahardan bo'lasiz? Mahallangizning ismi nima?" "Hey, yigona Davron", debdi o'tinchi o'ng'aysizlangandek bo'lib. "Mening etim o'tinchi Seyit. Bu viloyatda 7 yoshdan 70 yoshgacha hammasi meni biladi. Bizning mahallani Nomratlar mahallasi deydi. Mening bir xotinim, 2 o'g'lim bor. Bir o'g'limning eti Mijit, yana birining eti Himit." "Hay kishi", debdi Malika yiqimliq ohangda. "Men o'zimni sizga beg'ishladim. Tezlik bilan o'tinga berib, o'tin ilib kelib, pulga un ilib uyga bering. Bolalarim och qoldi." Malika shahar tarafga ravon bo'pti. Shahar ichiga kirib, izlab so'rab, Nomratlar mahallasini, o'tinchi Sehitning uyini tepibdi. U yerdagi kishilar hayron bo'lib kulishibdi. Va ajabo bu go'zal malika o'tinchi Seyitning uyini palokat o'tida ko'ydirib barbod qilmag'idi, deb o'ylashib, bir xaroba kapini ko'rsatib qo'yibdi. Malika berib qarsa, Seyitning uyi boshqalar suratlagandanmi battarrak bo'lib, na ishki, na temining tayini yo'q ekan. Malika bu 4 tomning ichiga nazar sapdi. Yer yuzi 30-40 yildan beri supurga didorini ko'rmagandek, har xil eski-tuski narsalarga to'lib ketgan ekan. Ho'ylining o'ttirsida eriq bo'lib suv eqib turdi ekan. Malika qarsa, suvning bo'yida bir ayol o'ltiribdi. Uning chochlari xuddi qog'ning changisidek bo'lib ketgan ekan. Malika, ehtimol bu Seyitning jufti bo'lsa kerak, deb gumon qilibdi.
va u xotinning oldiga berib salom beribdi. Quchoqlab ko'rishib, muloyimlik bilan chiroyli so'zlarni qipti. Ro'molni ilib bir yerda qo'yibdi. Ko'nglikining peshini turib, yanglarini shimaylabdi. Avval xas axlatlarni yig'ibdi. Suv chechib, uy ichini supuribdi. Ondan o'choq beshi qochquchilarni yuyibdi. Suv isitib, hilqi ayolni pokiz yuyundirib, o'z toqi bilan chochlarini tarab, chiroyli o'rib qo'yibdi. Kiyimlarining yirtiqlarini yamabdi. O'g'lim Mejit bilan Himit nada? Deb so'rabdi. Ziba chehri ayolidan. Shu chaqda tashqirdan ikki o'g'il yig'lab kiribdi. Ana, qo'rsqimiz ichib ketdi. Malika ularning Mejit bilan Himit ekanligini pamlabdi va o'rnidan turib, "Hey, o'g'illarim, sabr qilinglar. Otanglar keladigan vaqt bo'ldi." deb bolalarning boshlarini surtib, yuz-ko'zlarini yuvib, kiyim-kechaklarni pok tozalab, zo'xlinib peshonasiga suyib qo'yibdi. Endi ikki eg'iz so'zni 'O'tinchi Seyitdan angla. Seyit Malikadan ayrilib, o'z-o'ziga, "Hey, o'tinchi, beshingga eg'ir kun tushdi. Gadoylikning ustiga bu jodugarga yo'liqding. Endi uning domiga band bo'lmasang, yaxshi bo'ladi. Bu sirni anglaganlar seni masxara qilar. Balkim o'tinchilikdanmi quruq qolarsan", debdi. U odati bo'yicha o'tinini bozorga elib kirib setibdi. 10 pun ilib uyiga kelgicha kech bo'pti. U uyiga kelib, ho'yla aramning uy ichining pokizligini, xotinining va o'g'illarining kundek parqirab turgan rangi rohini ko'rib, "Voy darha, bu nima ish bo'ldi? Adishib qoldimmi nima? Bu o'zi nima karomat?" debdi. U chiqib ketmoqchi bo'pti. Shu chaqda Malika, "Hey, Seyit, nima bo'ldingiz? Bu o'z uyingiz", debdi va ikki o'g'ilga buyuribdi. "Otanglar herib keldi. Qo'lidan tutib bu yerga elib kelinglar." Hit bilan Mejit otasining oldiga berib, "Harmang dada", deb peshidan tortibdi. Seyit hayron bo'lib, qadamini ishkirga opdi. Malika yugurib kelib, uning qo'lidan unni opdi va ro'moli bilan Seyitning yuzini surtib, izzat ikrom bilan uyning to'riga o'ltirg'izibdi.